Assalomu alaykum qadrli obunachilar, juda ko'pchilik kutgan va juda ko'pchilik savol bergan model haqida bugun to'xtalamiz. Redmi Note 14 256 ga 8 va 128 ga 6. Bu telefonlar bizda mana yangi ochilmagan holatda. Biz sizlarga mana ochilganini obzor qilib beramiz bugun. Kameralariga, keyin batareykalariga, o'zi umuman ishlashiga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni telefonni ochasiz, birinchi navbatda sizni kutib oladigan narsa bu. Mana shu yerda kafolat taloni va o'zidan mana seri chol chiqadi albatta va ninasi bo'ladi. Mana ninasi bor. Keling unda telefonni texnik holatiga to'xtalib o'tamiz, ruxsat bersalaringiz. Asosiy kamerasi mana yozib qo'ygandek 108 megapiksel, 5500 ampere batareykasi. Telefon mana bizda ochiq holatda qo'limizda turibdi. 5500 ampere batareyka, 108 megapiksel kamera, protsessori MediaTek Helio G99 Ultra. Corning Gorilla Glass 5. Mana bu yerda 120 Hz, ya'ni bu nima degani? Ekranni tezlanish darajasi 120 Hz. Security in Screen Fingerprint Sensor. Ya'ni bu narsa o'zimiz sodda tilda qilib aytganda, do'stlar, barmoq izi, ya'ni ekrandan ochadi. Keling, telefonni sizga bitta ochib, bitta ko'rsatib beramiz. Ya'ni salafonlardan sizlar uchun maxsus yechib, ya'ni mana ko'rishlaringiz mumkin. Asosiy kamerasi 108 megapiksel, yordamchi kamerasi 8 va kichkina kamerachasi, kichkintoy kameracha 2 megapikselda bo'ladi. Telefon pastda kolonka va mikrofon bilan jihozlangan. Tepadan ham xuddi shunaqa kolonka va mikrofon. Mana bu kichkinagina qora nuqtacha nimada? Ya'ni bu narsa televizorga tushadigan pult. Keyin juda ko'pchilik savol bergan batareykasini quvvatlagich bormi? Mana 33 vatlik zaryadchik bo'ladi, kabeli bo'ladi va eslatib o'tgandek chexoli bo'ladi. Telefonning eng muhim joyi narxi. Narxi 2 million 500 ming so'm, 8 ga 256 taligi, 2 million 200 ming so'm, 6 ga 128 talik. Sizlarga qanaqa holatda boradi? Ya'ni mana bu ochilmagan pachka holatda xohlasalaringiz do'kondan sizlarga dastavka qilamiz. Sizlar bu narsani o'zingiz ochasizlar. Shunda savol tug'ilishi mumkin. Aka, bu garantiyali bo'lsa, bizga kafolatni qanaqa qilib berasiz deb ko'pchilik savol beradi. Biz o'zimiz mana shu do'kon raqamlari bilan mana shu chiqarganmiz. Orqasiga kafolatini, 1 yillik servisini, pechatlarini urib beramiz va eng muhim eslatmalardan biri mana bu Amerika kodlari. Ya'ni bular ro'yxatdan o'tkazilgan bir emas, ikkalasi ham ro'yxatdan o'tgan. Agar kimga mana shunaqa telefonlarning obzorlari qiziq bo'lsa, telefonning o'zi qiziq bo'lsa, bexijolat mobil obzorga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'lasizlar.